Hammaga assalomu alaykum. Katta tanaffusdan keyin yana dars yozishda davom etamiz. Bugun SQL kursini boshlaymiz. Aniqrog'i MySQL ni o'rganishni boshlaymiz. Birinchi darsimiz kirish bo'ladi. MySQL nima, umuman va dasturda kompyuterimizga o'rnatishni o'rganib olamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'p. Birinchi kirish qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda ma'lumotlar bazalari millionlab foydalanuvchilarning ma'lumotlarini saqlash va ularga ishlov berish imkoniyatiga ega. Hozir ya'ni ma'lumotlarda biz datani aytamiz. Data nima deydi? Bizneslar o'z faoliyatini kengaytirishda bundan buyog'iga ma'lumotlardan foydalanadi. Va bugun biz asosan data analitika, data analysis yoki data science yo'nalishida kerak bo'ladigan toollardan bittasi, ya'ni uskunalardan bittasi SQL tilini o'rganamiz. SQL bu dasturlash tili emas. Xo'p, ana ketdik. SQL o'zi nima? SQL qisqartirilgan so'z bo'lib, uzunchasiga Structured Query Language, o'zbek tilida tartiblangan so'rov tili deb tarjima qilsak bo'ladi menimcha. Ya'ni bu SQL bu biz ma'lumotlar bazalari bilan gaplashish uchun foydalanadigan tildir. Kompaniyalar o'z ma'lumotlarini Excelda emas, balki ma'lumotlar bazalarida saqlaydi. SQL bilan biz nima qila olamiz? Bizda bor bo'lgan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qo'sha olamiz, unda borlarini o'qib yoki yangilab, keraksizlarini o'chirish imkoniyatiga egamiz. Xo'p, database nima? Database o'zbekchasiga ma'lumotlar bazasi tarjima qilamiz, ya'ni bunda ma'lumotlar saqlanadigan joy. Ma'lumotlar bazasi ichida bizda jadvallar mavjud, ya'ni jadvallarda saqlanadi. Xo'p, bunga misol qo'yib, ya'ni tushunishimiz uchun Excel varag'iga o'xshaydi, ya'ni Excel fayliga, uning ichida qatorlar va ustunlar mavjud. Xo'p, SQL, MySQL farqlari nima? Undan tashqari PostgreSQL degan har xil turlari ham bor. SQL bu til, lekin dasturlash tili emas. MySQL esa yoki PostgreSQL kabilar bu o'sha tilni tushunadigan dasturdir. Ya'ni o'sha SQL tili orqali biz aytgan ishlarimizni bajaradigan dasturdir. Xo'p, nimaga aynan biz hozir MySQL dasturini o'rganamiz? Birinchisi, MySQL juda mashhur, ya'ni biz ertaga xalqaro kompaniyalarda ishga topshiradigan bo'lsak, ya'ni hozir o'zim o'sha jarayondaman, ishga topshirish jarayonidaman. Kompaniyalar qo'ygan talablardan ko'p kompaniyalar so'ragan til, ya'ni dastur bu MySQL so'raydi ko'pchiligi, ba'zilari PostgreSQL, u asosan bir-biriga o'xshash. Sababi ko'pgina kompaniyalar o'zlari ish faoliyatida bundan foydalanadi. Undan ham asosiysi bu bepul dastur, o'rganish oson. Ma'lumotlar tahlilchisi deb buni Google Translate tarjima qildik. Data analytic uchun bu MySQL juda mos keladi. Xo'p, biz boya aytgan MySQL bilan qila oladigan amallarimiz 4 ta, ya'ni mashhur bu CRUD deyiladi, qisqartmasiga Create, Read, Update and Delete. Bizda bor ma'lumotlarga biz ma'lumot qo'sha olamiz, borini read ma'lumotlarni o'qiy olamiz, update qila olamiz, delete qila olamiz. Ya'ni yangilash, misol uchun kimdir ismini o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni yangilashimiz mumkin. Va bizga kerak bo'lmagan bo'sh kataklar bo'ladigan bo'lsa, masalan, jadvalimizda ularni o'chirishimiz mumkin. Ushbu amallar bilan biz biznesga foyda keltiradigan samarali va ishlar qila olishimiz mumkin. Xo'p, asosiysi bular kirish qismi edi. SQL bilan Excel yana nima farqi bor? Birga o'xshab ketadigan bo'lsa, asosiy farqi Excel kichik hajmdagi ma'lumotlarga mo'ljallangan. SQLda biz millionlab qatordagi ma'lumotlarni boshqara olamiz va undan tashqari SQLda biz bir paytning o'zida bir nechta foydalanuvchi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beradi. Xo'p, shu bilan asosiy kirish darsimiz tugadi. Hozir endi biz MySQL dasturini kompyuterimizga o'rnatishni ko'rib chiqamiz va keyingi darslarimizda sekin-sekin MySQLni chuqurroq o'rganamiz. Katta rahmat. Google'ga MySQL deb yozaman. Xo'p, birinchida chiqadi. Tagida mana MySQL installer chiqadi, o'rnatuvchisi. Xo'p, bosamiz. Community downloadsda versiyasini tanlaysiz. O'z bitta bor, ikkita bor ekan. 8.0.43 ni bosamiz. Operatsion tizim. Menda Windows, faqat Windows bor ekan. Uni tagida ikkita bor, misol uchun. IQM X86 ga 32 bit, kompyuterim 64 bitlik, lekin boshqa variant yo'q bu yerda.
Buni o'zida birinchi mana 2 megabaytlik bor, 354 megabaytlik bor. 354 megabaytlikni download bosib yuklab olamiz. Menda tayyor buni yuklab olganman va ochganman. MySQL o'z kompyuterimda bor edi. Uni o'chirib tashlab, hozirga videoda ko'rsatish uchun boshqa bir boshdan ko'ramiz. Okay, buni yuklab ochganimizdan keyin mana ekran chiqadi. Ya'ni biz ekranda so'raymiz, kompyuteringizda buni ochishdan oldin o'zgartirishga ruxsat berasizmi deydi. Siz ha, yes deb bosishingiz kerak. Hop, keyin tanlaymiz. Choosing a setup type server only. Faqat MySQL serverda o'rnatadi bizga. Bizga full kerak bo'ladi. To'liq mahsulotlar. Asosiy chunki buni ichida mana MySQL Workbench turibdi. Biz mana shu MySQL Workbenchda ya'ni ham amaliyot shu yerda qilamiz, ya'ni kodlarimizni shu yerda yozamiz. Next. Qolgani mana birgalikda o'rnatamiz. Hammasi o'z defaultda turibdi. Endi so'rayapti, ya'ni eski anaqa dasturdan qolgan narsalar bor debdi. Shunda ham davom etishni tanlaymiz. Mana o'rnatilgan narsalar ready to install bo'lyapti. Execute bossak. Okay, hammasi o'rnatib bo'ldi. Next bosamiz. Qani nima chiqargan? Xo'p, next bosib ketaveramiz. O'z default bo'yicha strong encryption password. Hop, parol qo'yamiz bunga bitta. Iloji boricha qiyinroq bo'lsa, lekin eslab qolishimiz kerak. Bo'ldi. Ketdik. Qo'ygan parolni eslab qolasizlar. Har safar o'sha kirishda parol so'raydi. Execute bo'lsak. Menimcha bo'ldi. Okay, tugadi. Okay. Yana boya parolni kiritamiz. Check. Okay. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Next qilib ketaveramiz. Oxirida finish qilamiz. Okay, bizga kerak emas. Bizga MySQL da Workbench kerak bo'ladi. Mana Workbenchni ochamiz. Ochadi. Mana full screen qilsak va bizga kerak bo'ladi local instance qilib parol kiritamiz. Har safar mana shu local instance ga kiramiz. Ya'ni server bo'lib o'zimiz kompyuterimizdan foydalanadi. Okay, parol. Okay. Ketdi bu. Hop, bu eski narsalar ekan. Okay. Hop, chalg'amaymiz mayli. Mana bu tomonda jadval bittadan ko'p jadvallarni bog'lab ishlasa ham bo'ladi, umumiy holati. Umumiy nima deydi? Interfays ko'rinishi shunaqa bo'ladi, edit qilsak bo'ladi. Hammasini endi xudo xolasa bir boshdan keyingi darslarda o'rganib ketamiz. Xo'p, qisqacha birinchi video kirish qismi bo'ldi. SQL nimaligi, qayerlarda ishlatishimizni qo'ldan kelgancha ko'rdik. Ana endi sekin texnik tomonlariga o'tamiz. Hammaga katta rahmat.